Ronaldo 10 nechta mashina borligini aytdi. Qanchaligini sizga 10 ta imkoniyat bersam ham topolmaysiz. Chunki to'xtang. Avvalambor bitta like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'ying. Futbolga oid bo'lgan barcha yangiliklar faqatgina shu kanalda chiqadi. Kecha Piers Morganga bergan intervyusida Ronaldo butun internetni har doimdek portallatib tashladi. Siz bu haqida hali eshitmadingizmi? Demak, bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lmagansiz. Bu yerga hoziroq kirib qo'yadigan bo'lsangiz, 40 daqiqalik to'liq intervyuni o'zbekcha tarjimasini ham qo'yib ketamiz. Bilasanmi, men 3 yil avval bitta mashinani xarid qildim, lekin uni minish uchun emas, balkimda investitsiya uchun. Bu Mercedes edi. Ayoyo, men bor uzr, Bugatti. O'zi qancha mashinang bor seni? To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zim ham bilmayman. Qanaqasiga bu? Yo, to'g'risi, bolalarim bilan qasam ichaman. Qancha mashinam borligini o'zim ham bilmayman. Balkimda 41, 42 ta deb aytish mumkin, ammo menimcha adashyapman. Men ularning yarmini deyarli ko'rmaganman. Ular men uchun investitsiya, faqatgina kolleksiyam uchun.